Bu avtomobilga deyarli 20 xil xizmat ko'rsatdi. Agar egalari o'zlari ustma-ust yurganlarida katta ehtimol bilan umrlari ko'chada o'tib ketardi. Birinchi ko'rsatgan xizmatlarimizdan 3 etap detalli polirovkadan keyin avtomobilning tovlanishiga e'tibor berasizlar. Rangi xameleon ekan, mashina juda chiroyli bo'lib ochildi. Bu brend Xitoyda ham normalniy brend hisoblanadi. Mijozimizga yanada komfort his qilishlari uchun 4 qavatli shumizolyatsiya qilib berdi. Xudo xohlasa, uncha-muncha yo'lsizlikda ham shovqinlar bezovta qilmaydi. Dunyoni chekkasida ham avtomobillari qaysi joyda turgani, qanaqa holatda turgani yoki ochib yopish, qulflash yoki qizdirib qo'yish shunga o'xshagan amaliyotlarni bemalol bajara oladilar. Nimagaki bunga Starline pultlarini qo'yib berdi. Hozirgi kundagi zamonaviy avtomobillarning salon qismidagi nozik jihatlaridan bittasi bu kattagina monitor hisoblanadi. Biz bu monitorni polni bron plyonka qilib berdik. Maksimal darajada tashqi ta'sirlardan himoya qiladi va albatta selektor atrofidagi glansiy detalli ham bron plyonka bo'lgan, uzoq muddat holatini yaxshi holatda saqlab turadi. Multimedia tizimiga CarPlay o'rnatib berganmiz. Endi bemalol xohlasalar xarita, xohlasalar YouTube, Telegram va shunga o'xshash ilovalardan foydalanishlari mumkin. Obshivkadagi va salon qismidagi eng tez urinib qoladigan plastik detallarga laminatsiya tortib berganmiz va o'rindiqlarga shunaqa sifatli va chiroyli nakitkalarni qo'yib berdik va oldi lobovoyga sonsiz ashta tortib berganmiz. Mijozimizga maksimal darajada himoya va komfortni taqdim qilishga harakat qildik. Ikkinchi qator uchun ham komfort yaratish maqsadida o'rindiqlarga isitish tizimini o'rnatib berganmiz va o'ziga qolib o'tib tushadigan evakor poliklarni tikib berilgan. Avtomobilingizda qilinish kerak bo'lgan ishlar ko'p, lekin sizlarda unga vaqt yo'q. Bu masalani bizga topshirsanglar bo'ladi. Bizda bunga yaxshi yechim bor.